manam shu damda Mash kiyimlarni yuvib qo'ying, quyoncham. Kechqurun gardak ertaroq kelarsiz, begim. Yangi uylanganlar namoyishlardan keyin jirish mumkin emas-ku, shungami? Yo'q, qarindoshlar yangilik qachon deb uyaltirishyapti. Meni vaqtliroq kelishimda yangilikka nima aloqasi bor? To'yda oldin necha marta vaqtli kelganman, hech qanday yangilik bo'lmagan. Yanga mana sho'rbadringiz qaysi biri yaxshi? Ha, kuyov bola, yangilik bormi? Sho'rbadrini yeyish uchun qandaydir yangilik bo'lish kerakmi? Mandarin yeymizmi, yangilik kutib chirib ketamiz o'zi. O'z to'yda bildim kuyov jo'rasi yo'qligidan bespaniyatganligini. Bola, yangilik bormi? Hamma yangilik sizda hammalar bilan har kun gap sotib o'tirasiz. Rostdan yangilik yo'qmi? Nima yangilik bo'lish kerak? Sal bunday tushuntiringizlar, nima yangilik bo'lish kerak? Telegram yulduzlarimi men sizlarga? Ha, jo'rajon yangilik bormi? Bo'ldi, Uzun market kafolatli narx belgili mahsulotlarni alohida pushti rangli bo'limiga joylabdi. Agar xuddi shu mahsulotlarni boshqa onlayn do'kondan bundan arzonni topa olsang va 3 kun ichida murojaat qilsang, haqiqatda arzonligini isbot qila olsang, Uzun marketdagilar bunda ko'rib chiqadi, farqini promokod shaklida qoplab beradi. Shumi yangilik? Yo'q, vaqti zo'r bo'pti-ku. Lekin bu yangilik emas, nima desammikin? Bu yangilikdan keyin hamma seni tabriklaydi. 1 yildan keyin uyingga olib chiqasan. Endi tushundim. Qo'yib-ver. Shashmang, chin davlatda sizga pishirib qo'yibman. Tayto yangilik qilamiz, 1 yilda uyga olib chiqamiz. Jimga to'lov o'qisang, mashina 1 yilda chiqadi. Hammasini tushunib o'tiribman. Chet elda ishlab kelaman, mashina olamiz, keyin nima yangilik, nechta qutulamiz? Javob bor. Miya hada yangilik deb bolani aytyapti. 1 yilda bradomdan olib chiqishini aytyapti. Shuni ham bilmaysizmi? Tushundim. Hamma bola radomdan olib keladi. Bola bo'lish uchun nima qilish kerakligini endi bildim. Ketdik. Qayerga? Qayerga bo'laydi? Radomga bola olib keling.